Qalamning pul va mansab bilan savdosi. Siyosiy madhiyachilik ko'pincha faqat nodonlik mahsuli emas. U ko'p hollarda ochiq yo yashirin, pinhon savdodir. Rahbar pul, mansab, safar, uy, shartnoma, himoya, shuhrat yoki o'ziga yaqinlashish imkoniyatini beradi. Albatta rahbar. Buning evaziga shoir va yozuvchi unga pok o'tmish, milliy qiyofa va afsonaviy maqom yaratadi. Bunday savdo bir necha oqibatga olib keladi. Qurbonlar, g'ariblar, shahidlar, haqiqatgo'ylar chetga suriladi. Jinoyat urushdagi xato darajasiga tushiriladi. Qavmi rahbar, qavmi boshliq javobgarlikdan qutuladi. Yosh avlod mana shu hozirgidek soxta tarix bilan ulg'ayadi. Rahbarni tanqid qilish bo'lsa, ya'ni uni to'g'risiga bir noto'g'ri fikr aytish bo'lsa, qavmga dushmanlik deb ko'rsatiladi. Rahbarning atrofidagilar, ya'ni o'sha qo'l o'pichilari mansab va boylikka ega bo'ladi. Mana hozirgidek o'tmish davri adolati unutiladi. Ya'ni o'tgan davrdagi bor narsalar hamma yopiladi. Shunga qaramay, qudrat maddohlari adolatni, intiqom, haqiqatni aniqlashni, nizo chiqarish, o'tmish haqida savol berishni esa qavm ulug'lariga hurmatsizlik deb ko'rsatishga urinadilar. Bu haqiqatni teskari talqin qilish, qalamkash, qalampurushlarning jazosizlik madaniyatiga ko'rsatadigan eng katta xizmatlaridan biri bo'lib qoladi va bo'lgan edi.